ish jarayonimizda, praktikada o'quv ustunmi, farosatmi? Xo'p, farosat bizda birinchi o'rinda bo'lishi kerak deb bilaman. Chunki ishlayotgan joyingizda farosatsiz inson bo'lsangiz, birinchi ishingiz nopoklik bilan boshlanadigan bo'ladi. Poklikka e'tibor qilmaysiz. Bizda mana shu nozik anaqani ko'tardingiz, yana juda ko'pda o'zi qurilishda muammolar, ularni hal qilishimiz kerak. Ustalar ishini qiladi, bitiradi, chiqib ketayotganda tozalamay chiqib ketadiganlar ko'p. Yana uy egasiga jabr bo'ladi. Qanchadir sarf qilib biz alohida odam yollab qo'yganmiz, doimiy uy bitguncha bir bilmayman 7-8 marotaba kelib, balkim undan ko'proq kelib, uyni butunlay ubulka qilib ketadigan odamimiz bor. Unga albatta anaqani mijozni xarajatiga o'tiradi bu narsa, buyurtmachini. Men aslida to'g'ri deb bilmayman. Ustalarga ham aytaman, agar har biringlar o'zingizlardan keyin tozalab chiqib ketsanglar, mijoz shundan ekonom qilgan bo'lardi. Mana ekonomni yana bitta anaqasi ochildi siri. Ekonom qilgan bo'lardi deymiz. Endi qanaqa qilib toza bo'lmagandan keyin 1,5 yil, 2 yil davom etadigan xonadonlarda tozalamasdan, o'tib pok qilib qo'ymasdan ishlashingiz mumkin emas, u hamma yoq vayrona bo'layotaveradi. Ishingiz ham ko'rinmaydi. Ishingiz ham ko'rinmaydi, o'zingiz ham dilingiz siqilib yuradi, lekin yana keyingi haftasiga xarajat qilib olib keltirib tozalasangiz, mijozga yoqmaydi buyurtmachiga. O'shaning uchun har bir usta iltimos qilib gapirgan bo'lardim. Kattalik emas, iltimos qilib gapirgan. O'zini ketidan tozalab ketsa,